Çiver qizim, sizga desem faqatli bir kurs emas. Aslida Çiver qizim vatandagi jamiyatlik bir oilik tahlil qilingan desam bo'ldi. Vatanda qizlar kichikdan opasini, hammasini, kichik aplarini o'lga qilib tarbiyalanib cho'ng bo'ldi. Musofirchilikdagi bu bo'shliqni biz to'ldirishga tirishdik. Bu yerda onalarimiz bor, bizga mehr berishni o'rgatadi. Bu yerda kichik apalarimiz bor, bizga adab axloq o'rgatadi. Bu yerda donishmand hammalarimiz bor, bizga yo'l ko'rsatadi. Bu yerda hamma ishga yetishadigan yengilarimiz bor, bizga mehmonni chiroyli kutishni o'rgatadi. Merkezimizde dersler haftada 5 gün, her gün 20 günlükte ötüldüğün bulup, 2 ay vaqt içinde her qaysı ustazlar nece 10 yıllık bilimlerinin cuğlanmasını oquvchilarga singdirib buldu. Biz duş kelayotgan her xil psixikalik meselelerini hal qilish uchun psixologiya dersi, to'g'ri axloq va aqida o'rganish uchun aqida va urf-odat darslari, ciddi sağlamlık meselelerini hal qilish uchun tibbiy yordam dersi, homildorlik va tug'ut dersi, farzand tarbiyasidagi cho'ng prinsiplar va oila planlash darslari degandek nazariya darslarimiz qizlarimizning universal sapasining tez suratda yuqori ko'tarilishiga foydasi bo'ldi. Ameliy derslerimizin güzellik dersi ve tazlıq derslerimiz mi var? Bu derslerden keyinki inkaslarımı pek yaxşı. Meyli teri asraş bolsun, meyli oğulaş bolsun yoki öyünün qandaq yerini qaysi xil sopun bilen tazlaş bolsun, qızlar kasbiy ustazlarning yeteklişdə xeyli voyaga yetib qaldı. Endi tor dünyasida meşhur buluvatkan taam derslerimiz kelsak, biz meyli an'anaviy taamlarımız bolsun, yoki pishiriqlar bolsun, qaysi tamoqda xalq arasida kim bek usta bolsa shu opayni teklif qildik. Maqsad tamoqqa o'rgatish bilan birga shu ommalarimizga, yangilarimizga o'xshagan opaylardan har xil urf-odat o'rganishi, eng muhimi oilani so'yadigan bir ruhni yetildirishni maqsad qildik. Dasturxon tizish, mehmonni kutish darslariimizdami qizlar pek manfaatlendi. Bu qatim oilada o'zininki kiyim-kechak va kirliklarini o'ngshash uchun kichik tipdagi oila mashinasi bilan dastlabki saviyada tikimchilik darsini boshlashni o'ylashyapmiz. Ders mazmunlarimiz haqiqatan bek mo'l. Qizlar 2 oydan keyin biz bek ko'p narsalarni o'rgandik. O'zimizga bo'lgan ishonchimiz shunchalik oshdi deb xotirjamolda ayrilyotdi. Shuni deyman-ku, Çiver qizim odatki bir kurs emas. Bu yerdagi ustozlar 10-20 yillik ilmlarning javharlarini berish orqali qizlarimiz haqiqiy aqidalik, axloqliq, chevar chaqqon bo'lsin uchun tirishyapti. Oldingi 3 qarorimiz muvaffaqiyat bilan oxirlashdi. Endi 4-qaror tizimlashni boshlaymiz. Agar o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirishni, haqiqiy qizlik kamolatga yetishni xohlasangiz, biz bilan aloqalashingiz bo'ldi. Aloqalash nomerimiz 0552 495 80 25 0552 495 80 25.